Assalomu alaykum mana hurmatli obunachilar. Mana uyimizda mana qirg'ovul boqyotgandik mana. Har xil turidan bor. Mana qiziqishga ko'paytiryapti. Mana har xillaridan bor. Xudo xolisa bularni jo'jalaridan sotuvga chiqizamiz. Mana bu almaz, mana rumin, zalatiska, mana korolevskiy mana bor. Mana yana boshqa turdagilari ham bor. Har xillaridan bor. Hozircha bular jo'ja. Mana mana bu rumin 4 oylik bo'lgan mana. 5 oylikka yaqinlashib qoldi. Mana 4 oylik holatda mana bo'ynidagilar toza bo'lib, chiroylilashib mana shu holatga keldi mana. O'zini otasi qandoq bo'lgan bo'lsa, otasidan ham ziyod bo'lib ketdi mana o'sha tullab. Bo'ynida bir dona ham dog'i qolmadi mana. Tullab chiroylilashib ketdi. Mana bittaylar. Mana bular korolevskiylar. Mana bu yerda turgan oq sariq mana sakrab chiqqani mana limon. Mana limon, ana zalatiska. Mana bu yerda zalatiska bor mana. Mana zalatiska, mana almaz. Mana ikkita almaz mana narlar. Har xillari bor bu yerda. Mana buni red colormi? Shunaqa deb o'ylayapti mana birla jup mana. Mayli, sog' bo'lsalar, salomat bo'linglar.